Assalomu alaykum hurmatli a'zolarim. Biz Xudo xohlasa Ramazon oyida maklar aksiya boshladik. Aksiya hammasini qo'lga kelgancha arzon beramiz. Biz aytibdi, bizda bo'lib berish nasiya xizmati bor. Undan tashqari butun o'zi bo'lib yetkazish berish xizmati ham bor. Boshlaymiz, ketdik. Birinchi hamma narx qiziq. Birinchi mana juda arzon narxda MacBook Air Core 5 8256 yili 2014, lekin ideal holatda turibdi. Ideal holatda narxi 1 million desak, 1 million deyman. 1 million beraman. 1 million, ya'ni $80. Keyingi MacBook M2 Air 119 sikli 23 da ideal holatda 8256 rangi silver, takım kopka hammasi bor. Bu narxi $580 beramiz. M2 Air. Ramazonga aksiya qilamiz bor deyman. Keyingisi mana ko'ring. Bunisi M1 Air yonkisi 91 8256 sikli 194 da narxi $430 beramiz. Keyingisi MacBook Core 7 2017 16256 holat zo'r, faqat ekranda kichkina dog'i bor ikki tomonda. Shuning uchun narxi bir narxi $240. Keyingisi MacBook M2 Pro 8500 talik, yonkisi 90, MacBook M2 Pro yonkisi 8 operatka 8 500 SSD bor. Bu narxi $600. Bunaqa narxi yo'q bo'ladi. Keyingisi MacBook M4 Pro. MacBook M4 Pro 16500 talik, yonkisi 96, sikli 169 da hammasi bor. Narxi $1100. M4 Pro bu. Keyingisi MacBook Core 7 2018 16500 talik, holat shotga 5 baho ideal holatda. Bu narxi $360 beramiz. Yana kashta beraman. Bunisi MacBook M3 Air 8256, yonkisi 100, sikli 84 da ideal holatda, narxi $660 beramiz. M3 Air. Bunisi MacBook M1 Air 8500 talik, yonkisi 87, haliga holat zo'r turibdi, ideal holatda. Bu narxi $380 beramiz. Keyingisi bu MacBook M2 Air 8256, yonkisi 96, ideal holatda, narxi $630. Chunki bu düymi katta bo'lgani uchun o'zi asli qimmat, lekin arzon beraman qo'ldan kelgancha. Bunisi MacBook Pro Core 7 2017 16256 yili 2017 bo'lgani uchun narxi $280. Core 7 ekan. Mana bu MacBook M1 Pro bu düymi 16 düym, operatkasi 32 512 SSD 110 4 sikl ideal holat turibdi. Bunisi 14 sikl, yana ikkita bor. Bu narxi $900 beramiz. Bunisi MacBook M3 Max bu. MacBook M3 Pro Max 36 operatkasi bor, 1 TB SSD bor, yonkisi 95, sikli 213 da, narxi $1850. Mana bu MacBook Core 5 2020 16500 talik, yonkisi yo'q bo'ladi, bu faqat sikli bo'ladi, 550 ta sikli bor, narxi $360. Yana ham kelishib beramiz. Biz undan tashqari mana Gold Rayner bor, M3 dagi narxi $700. M3 undan tashqari mana bor mana. MacBook M2 bor 8500 talik, 8500 talik, yonkisi 90 yonkis, narxi $560 beramiz. Yana shunaqa. Yangi M2'larimiz ham bor shunaqa ideal holatda. Bu ham narxi $560 chiqadi. Keyin mana bor M1 Pro 16500 talik, yonkisi 100 22 sikl ideal holatda. Bu narxi $930 beramiz. Ya'ni ideal holatda turibdi. Keyin bularda o'tiklar ham bor. Bizning manzilimiz Toshkent shahar, Malika Uzar House 9 do'kon. Butun o'zi bo'lib yetkazish xizmati ham bor, undan tashqari bo'lib berish xizmati ham bor. Agar kimda-kim bizni videomiz to'g'ri tushmagan bo'lsa yoki nima kamchilik bo'lgan bo'lsa, bemalol mana shu video tagiga tashkil etamiz. Telegram kanalda hammasi bor. Bitta ko'rsatamiz hammasini. Narxi zo'r, narxi imkon boricha qo'ldan kelgancha arzon beramiz. Mana shu любой o'zimiz so'roving, narxlar juda arzon beraman. Ko'rishguncha.